Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar kimga qanday ta'sir qiladi? Kim pulini vaqtida olishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta bank kartasining muddati tugashi yoki bitta ma'lumotning ba'zida noto'g'ri turishi pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odamlar o'zlari bilmagan holda pensiya to'lovini to'xtatib qo'yadigan vaziyatga tushib qolishadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumotni hamma ko'rish kerak. Avval pensiya to'lash tartibi ko'p hollarda odat bo'lib qolgan usulda yurardi. Pensioner oy boshida yoki belgilangan kunda pulni olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir ishonchnoma orqali yaqinining qo'l bilan olardi. Ko'p odamlar pensiya bir marta tayinlansa, keyin faqat kutib o'tirish kerak deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya to'lovi tirik harakatdagi jarayon. Unda shaxsiy ma'lumotlar, bank ma'lumotlari, yashash manzili, mehnat staji, ish haqi, nogironlik muddati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, ishonchnoma muddati, hatto fuqaroning chet elga chiqib ketgani kabi omillar doim ahamiyatga ega. Endi asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lashda ma'lumotlarni tekshirish kuchaymoqda, elektron bazalar orqali aniqlashtirish ko'paymoqda, bank orqali to'lovlar tartibi aniqroq bo'lib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Endi davlat organlari pensioner haqidagi ma'lumotlarni faqat qog'ozga qarab emas, turli elektron tizimlar orqali ham solishtiradi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, kredit yo'l ma'lumotlari, bank hisob raqami, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, ish faoliyati va boshqa ma'lumotlar mos kelishi kerak. Buning yaxshi tomoni bor, ortiqcha yugur kamayadi, noto'g'ri to'lovlarning oldi olinadi. Pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayoni tezlashishi mumkin. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar biror joyda xato ma'lumot turgan bo'lsa, pensioner buni bilmaydi. Pul esa kechikishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Masalan, odamning pasporti yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan. Yoki pensioner manzilini o'zgartirgan, lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumoti yangilanmagan. Yoki bank kartasining muddati tugagan, lekin pensioner buni e'tiborsiz qoldirgan. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar katta muammoga aylanadi. Men birinchi navbatda kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa yosh katta pensionerlar. Ayniqsa hujjat ishlarini farzandlari yoki qarindoshlari orqali hal qiladiganlar. Ular ko'pincha bank kartasining muddati, telefon raqamiga keladigan SMS, ishonchnoma muddati yoki plastik karta bloklanganini o'z vaqtida bilmay qolishadi. Agar sizning onangiz yoki otangiz 70 yoshdan oshgan bo'lsa, ularning pensiyasi qaysi karta yoki hisob raqamiga tushayotganini, karta muddat qachon tugashini, bank ilovasiga ulangan telefon raqami ishlayotganini tekshirib qo'ying. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Chunki ayrim nogironlik holatlarida muddat bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ko'rikdan o'tish muddati tugasa, ma'lumot elektron bazada yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha oyiga 1.200.000 so'm atrofida to'lov olayotgan bo'lsin. Tibbiy qayta ko'rik muddati mart oyida tugagan, lekin u aprel oyida boraman deb yurdi. Tizimda muddati tugagan holat ko'rinsa, keyingi oy to'lov kechikishi mumkin. Keyin odam mening pulim qani deb yuradi. Aslida esa avval tibbiy xulosa yangilanishi kerak bo'lgan. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham yosh, o'qish holati, oilaviy holat kabi ma'lumotlar muhim. Masalan, talaba bo'lgan farzand o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, uning o'qishi davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlab ketgan bo'lsa yoki boshqa o'quv shakliga o'tgan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qiladi. Ota-onalar ko'pincha oldin berilayotgan edi, endi ham beriladi deb o'ylaydi. Yo'q, har bir to'lov turi o'z shartiga bog'liq. To'rtinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Bu juda nozik masala. Ko'p oilalarda buvisi yoki bobosi yurishga qiynaladi. Pensiyani nabirasi yoki farzandi olib keladi. Buning uchun rasmiy ishonchnoma bo'lishi kerak va uning muddati o'tmagan bo'lishi shart. Agar ishonchnoma muddati tugasa,
bank yoki to'lov tashkiloti pulni berishga haqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, ishonchnoma 1 yilga berilgan, IBM kuni tugagan. Farzand 20 kuni bankka boradi. Bank xodimi pulni bermaydi. Bu bankning yomonligi emas. Tartib shunday. Chunki pensiya egasining roziligi va huquqiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Bu holatda albatta oldindan pensiya jamg'armasi yoki tegishli mas'ul idoradan o'z holatingiz bo'yicha aniqlik kiritish kerak. Chunki yashash joyi, doimiy ro'yxat, chet elda bo'lish muddati, pulni kim olishi, hisob raqam qanday ishlashi kabi masalalar pensiya to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner 6 oyga farzandining oldiga ketdi. Bank kartasi O'zbekistonda qoldi. Telefon raqami ishlamay qoldi. Karta muddati tugadi. Natijada pul tutsa ham undan foydalanish qiyinlashadi. Ba'zan esa ma'lumotlar tekshirilganda pensioner bilan bog'lanish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun chetga ketishdan oldin kartani, telefon raqamini, ishonchnomani va rasmiy tartibni tekshirish shart. Endi kimlar haddan ortiq xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya turining shartlari buzilmagan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. O'zgarishning maqsadi pensiyani odamdan olib qo'yish emas, to'lovni aniq, qonuniy va nazoratli qilishdir. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Muammo chiqmasligi uchun oldindan tekshirish har doim muammo chiqqandan keyin yugurishdan oson. Keling, oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 68 yoshli opa har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U plastik kartadan foydalanmaydi. Pulini o'g'li bankomatdan yechib beradi. Karta muddati iyun oyida tugaydi. Opa buni bilmaydi. O'g'li esa faqat pul tushganda bankomatga boradi. Iyul oyida pul tushadi, lekin karta ishlamaydi. Keyin bankka borish, yangi karta olish, shaxsni tasdiqlash, ba'zan pensionerning o'zi qatnashishi kerak bo'ladi. Agar ular may oyidayoq kartaning muddatini tekshirganda, bir kunda muammo hal bo'lardi. Ikkinchi misol, 7004 yoshli otaxon boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxatdan o'tish masalasini kechiktirgan. Pensiya eski manzil bo'yicha yurib turibdi. Elektron ma'lumotlar solishtirilganda eski va yangi ma'lumotlar mos kelmasa aniqlashtirish talab qilinadi. Bu pul butunlay yo'qoladi degani emas, lekin to'lov kechikishi mumkin. Odam keyin meni nima uchun chaqirishyapti deydi. Sababi oddiy. Tizim sizning haqiqiy yashash holatingizni to'g'ri ko'rishi kerak. Uchinchi misol. Ayol kishi turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandiga to'lov oladi. Farzand 12 yoshga to'ladi va kollej yoki oliy ta'limda o'qishni davom ettiradi. Agar o'qish haqida ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov masalasida savollar paydo bo'ladi. Bu yerda ota-ona farzandining o'qish joyidan ma'lumotnoma kerakmi yoki elektron tizim orqali ko'rinadimi? Shuni oldindan aniqlash kerak. Chunki har bir holatda ma'lumotlarning bazada aks etishi muhim. 4-misol, pensioner ilgari ishlagan yillari bo'yicha qo'shimcha staj topdi. Masalan, 1905 yildan 1992 yilgacha ishlagan davri hujjatda to'liq ko'rinmagan. U arxidan ma'lumot olib keldi. Bu pensiya miqdorini oshirishi mumkin, lekin hujjatni olib kelib uyda saqlab qo'yish yetarli emas. Uni tegishli tartibda pensiya jamg'armasiga taqdim etish, arza yozish, qayta hisoblashni so'rash kerak. Aks holda tizim o'z-o'zidan sizning shkafingizdagi hujjatni bilmaydi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'taman. Birinchi nozik masala, pensiya kechiksa darhol bekor qilindi deb o'ylamang. Kechikishning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Bank tizimidagi texnik jarayon, karta muammosi, ma'lumot yangilanishi, hujjat tekshiruvi, bayram yoki dam olish kunlari, hisob raqamdagi xato. Eng to'g'ri yo'l, avval bankdan hisob raqam holatini tekshirasiz. Keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. Faqat mish-mish bilan xulosa chiqarmang. Ikkinchi nozik masala, pensiya bank kartasiga tushgani bilan. Bu puldan foydalanish uchun karta va hisob faol bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar kartani yo'qotadi, PIN kodini unutadi, telefon raqamini almashtiradi, lekin bankka bormaydi. Keyin pensiyam tushmadi deydi. Aslida pensiya tushgan. Faqat karta bilan bog'liq muammo bor. Shuning uchun har oy faqat pul kelmagani emas, bankdagi ma'lumotlar to'g'riligini ham nazorat qilish kerak. Uchinchi nozik masala. Ishonchnoma orqali pul olishda
pensionerning manfaatlari himoya qilinishi kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Keksa odam pensiya oladi, lekin pulni qarindoshi olib to'liq bermaydi. Shu sababli rasmiy tartib qat'iy bo'lishi tabiiy. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirish, pulni oladigan odamni mas'uliyatli tanlash. Bank SMS xabarlarini ishonchli telefon raqamiga ulash juda muhim. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. Uni boshqa odam o'z xohishicha ishlatishi mumkin emas. 4-nozik masala. Ortiqcha to'langan pensiya keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, biror shart tugagan, lekin ma'lumot kech kelgani uchun to'lov yana bir necha oy davom etgan bo'lsa, keyin aniqlanganda ortiqcha summa qaytarilishi masalasi chiqishi mumkin. Shu uchun men hamma tomoshabinlarga aytaman, agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, nogironlik muddati, o'qish holati, yashash joyi, familiya, pasport, bank hisobi, boquvchisini yo'qotganlik sharti yoki chet elga ketish holati o'zgarsa, buni yashirmang va kechiktirmang. Bugun bildirish ertangi katta qarzning oldini oladi. 5-nozik masala. Pensiyani qayta hisoblash ham avtomatik bo'lib ketadi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lishi mumkin, lekin eski davr mehnat staji, arxiv hujjatlari, korxona tugatilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari, harbiy xizmat, dekret davri, imtiyozli staj kabi masalalarda alohida hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro o'tmishda ishlagan, lekin tizimda 25 yil ko'rinyapti. Bu 5 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bunday paytda davlat o'zi topib beradi deb o'tirmasdan, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi hujjatlari va boshqa dalillarni yig'ish kerak. 6-nozik masala. Familiya, ism yoki tug'ilgan sana yozilishidagi bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulnara deb ketgan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 12 yanvar, boshqasida 20 yanvar bo'lib qolgan. Bunday xatolar pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda savol tug'diradi. Hujjatlarda farq bo'lsa, uni izohlovchi ma'lumotnoma, sud qarori yoki tegishli idora tasdig'i talab qilinishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni oldindan ko'rib chiqish juda muhim. 7-nozik masala, pensiya miqdori oshishi yoki o'zgarishi haqida eshitganingizda har bir odamga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylamang. Pensiya miqdori turiga, stajga, avvalgi ish haqiga, qonunchilikdagi indeksatsiyaga, minimal miqdorlarga va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Kimdir 100 ming so'm ko'proq olishi mumkin, kimdir 200 ming so'm. Kimdadir esa o'zgarish boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qo'shningiz qancha olganiga qarab o'zingizniki to'g'ri yoki noto'g'ri deb xulosa qilmang. O'zingizning pensiya hisob kitobingizni alohida tekshirtiring. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlikni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning asosiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, JSHR raqami, familiya va ism to'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana. Ro'yxatdan o'tgan manzil va amaldagi yashash joyi mosligini ko'ring. Agar pasport yangilangan bo'lsa, bankdagi ma'lumot ham yangilanganmi? Shuni aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Hisob raqam folmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Bank ilovasiga kirish imkoniyati bormi? Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandlari mas'uliyat bilan nazorat qilishi kerak. Lekin bu nazorat pensionerning roziligi va manfaatiga mos bo'lishi shart. Karta muddati tugashiga 1 yoki 2 oy qolganda bankka borib yangisini rasmiylashtiring. 3-qadam, pensiya turi bo'yicha shartlarni aniqlang. Yoshga doir pensiya bo'lsa, staj va ish haqi hujjatlari to'liqmi? Qayta hisoblash imkoniyati bormi? Nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati bormi yoki muddatsizmi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, farzandning yoshi, o'qish holati va boshqa shartlar qanday? Har bir pensiya turining o'z talabi bor. Bir odamga mos kelgan tartib ikkinchisiga mos kelmasligi mumkin. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Murojaat qilganda shunchaki pensiyamni ko'rib bering demang. Aniq yozing, pensiya to'lovi kechikmoqda, sababini aniqlashni so'rayman. Bank hisob raqamim o'zgardi. Ma'lumotni yangilashni so'rayman. Mehnat stajim bo'yicha qo'shimcha hujjat taqdim etyapman. Pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Nogironlik ma'lumotim yangilandi. To'lov davomiyligini tekshirishni so'rayman. Ariza aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi.
Beshinchi qadam, hujjatlarni bir papkaga yig'ing. Men tavsiya qiladigan asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank karta yoki hisob raqam rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki tasdiqlangan nusxasi. Har bir hujjatning suratini telefonda ham saqlab qo'ying, lekin asl nusxani yo'qotmang. 6-qadam, har bir murojaatdan keyin javobni yozma yoki elektron shaklda oling. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Agar sizga keyingi oy bo'ladi deyishsa, nima sababdan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi sanagacha hal bo'ladi, shuni aniqlang. Agar ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqamini saqlang. Bu keyinchalik huquqingizni himoya qilishda kerak bo'ladi. 7-qadam, agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, hisobot so'rang. Odamlar ko'pincha faqat umumiy summani ko'radi. Lekin pensiya qanday staj asosida, qaysi ish haqi davri bo'yicha, qanday koeffitsient yoki qoida asosida hisoblanib bilish kerak. Agar 35 yil ishlagan bo'lsangiz, tizimda 28 yil ko'rinsa, bu jiddiy farq. Agar yuqori ish haqi olgan davringiz hisobga olinmagan bo'lsa, bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shubha bo'lsa, qayta tekshiruv so'rash to'g'ri. 8-qadam. Yaqinlaringizning pensiya masalasini nazorat qiling, lekin ularning o'rniga qaror qabul qilmang. Keksa odam ko'pincha hujjat ishidan charchaydi, lekin pensiya uning haqqi. Farzand sifatida siz yordam berishingiz mumkin. Bankka olib borish, hujjat nusxasini tayyorlash, ariza yozishga ko'maklashish, telefon raqamlarini yangilash. Lekin pulni qanday ishlatish pensionerning o'z qarori. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala hamdir. 9-qadam. Mish-mish tarqatmang va rasmiy manbani tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiya to'xtaydi, hamma qayta hujjat topshiradi, kartaga tushmasa pul yo'qoladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Har bir xabarni rasmiy manba orqali tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank, mahalla yoki tegishli idoralardan aniq ma'lumot oling. Noto'g'ri vahima ko'p odamni keraksiz sarson qiladi. 10-qadam. Pul tushganini har oy nazorat qiling. Agar odatda pensiya oyning 5 sanasida tushsa, 6 yoki 7 sanada holatni tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa, kirib ko'ring. Bankomatdan mini ko'chirma oling. Agar pul tushmagan bo'lsa, birinchi navbatda bankdan hisob holatini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Muammoni 2 oy yoki 3 oy kutib yurish yaramaydi. Chunki sabab qancha erta aniqlansa, hal qilish shuncha oson bo'ladi. Men yana bir muhim narsani alohida aytaman. Agar pensioner vafot etsa, oilasi bu holatni yashirmasligi kerak. Vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish qonuniy muammo keltirib chiqaradi. FHDYO ma'lumotlari elektron tizimda aks etadi. Baribir aniqlanadi. Keyinchalik ortiqcha olingan pulni qaytarish, tushuntirish berish, hatto javobgarlik masalalari chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday og'ir holatda ham rasmiy tartibga amal qilish kerak. Yana bir misol keltiraman. Faraz qiling, otaxon oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U vafot etgandan keyin kartasi uyda qoladi. Farzandlari yana 2 oy pul yechadi. Ular baribir otamizning puli edi deb o'ylashi mumkin. Lekin qonuniy tomondan bu to'lov vafotdan keyin davom etmasligi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin 3 million 600 ming so'm yoki undan ko'proq summani qaytarish talabi chiqadi. Shuning uchun bunday masalada hissiyot bilan emas, tartib bilan ish tutish kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya to'lash tartibida nazorat, elektron tekshiruv va bank orqali to'lovlar ahamiyati kuchaymoqda. Bu yaxshi imkoniyat ham. E'tiborsizlik qilganlar uchun muammo manbai ham bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, karta faol bo'lsa, manzil va shaxsiy ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, pensiya turining shartlari bajarilgan bo'lsa, odatda xavotirga asos yo'q. Lekin karta muddati tugagan, ishonchnoma eskirgan, nogironlik muddati o'tgan, o'qish ma'lumoti tasdiqlanmagan yoki hujjatlarda xato bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartasi muddatini ko'ring, pasport ma'lumotlarini solishtiring, kerakli hujjatlarni bir joyga yig'ing. Shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Oldindan qilingan
bitta tekshiruv keyinchalik bir necha hafta sarson bo'lishdan saqlaydi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi bo'yicha qanday muammolar bo'lyapti? Pul vaqtida tushyaptimi? Karta yoki hujjat bilan qiyinchilik bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Va bu ma'lumotni pensioner yaqinlari bor insonlarga albatta yuboring.